Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib boruvchilar. Mana navbatdagi darvozamizni uстановка bo'ldik. Darvozamiz shtampovka darvoza, 2 qavatlik shumiglasi bo'lgan variantda. Fasonimiz shu high-tech fason, qora nirjavayka niklarni qo'yib berdik. Darvozamiz materiali bilan tanishtirib o'tamiz. Listlarimiz o'sha 1-3 2 qavatli variantda bo'lgan. Bu yerlarga o'sha nirjavaykalarni qo'yib berdik. High-tech original variantdagi darvozamizni shtampovka varianti shu ruchkalargacha birga bir qilib bitkazib o'tdik. Shu profillarimiz 6x4, yonlarida o'sha vibra qo'yilgan doimgidek. Yoni shvelder bo'lgan 10lik, aylan atrof hamma yog'i. Rangimiz shu mokriy asfaltda bo'ldi. Xudo xolisa darvozamiz o'rnashlari ham juda ham bir chiroyli o'rnadi. Zamogimiz shu tuber zamok bo'ldi. Orqa ko'rinishini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu orqa ko'rinishi. Orqa ko'rinishida farqli joyi o'sha o'rtadagi mana shu katta ruchkasida farqi bor, mana bu shpilkalitda mana shunda. Orqasi ham shu oldi bilan bir xil holatda bo'lgan. Shu disklari ham, orqasi ham, oldi ham 1-3 bo'lgan. Shumka qilingan variantda. Xudo xolasa xizmat bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, uстановка xizmatlari mavjud.